Oddiy sovg'at. Malayziya universitetining jamiyatshunoslik professori o'zi mas'ul 30 o'quvchining jamiyatshunoslik ilmida to'liq nomerga erishishi uchun 4 oy o'qish mavsumi ichida ularning birli kishini izchil xushal qilishi kerakligini shart qildi. Va u kishining o'quvchining oilasidagilarning sirtida bo'lishi, mavsum oxirida har bir o'quvchi saboqdoshlari oldida qilgan ishlarini tasvirlab ko'rsatish kerakligini aytdi. Professor bu faoliyatning texmi jonliq bo'lishi uchun bu vazifani eng yaxshi o'rindigan 10 o'quvchini $1000 qimmatidagi moddiy buyum bilan mukofotlash uchun Malayziyadagi bir xususiy shirkat bilan hamkorlashdi. O'qish mavsumi oxirlashgandan keyin 30 o'quvchining hammasi to'liq nomerga erishdi. Oxirida o'quvchilar ota-onalari qatnashgan universitet sahnasida o'zlarining qilgan ishlarini tasvirlab o'tirib qo'ygandan keyin eng yaxshi o'rindalgan 10 vazifaga bilet tashladi. Tuvanda biz eng yaxshi o'rindaldi deb qaralgan bir o'lgini ko'rib baqayli. Mukofotga erishguchining biri bo'lgan Malayziyalik o'quvchi Muhammad Sharif har kuni oldin tayyorlab olgan oddiygina sovg'atini universitet yotoq binosiga qo'shni o'ltiradigan hindistonlik o'quvchining eshigi oldida qo'yib qo'ydi. Bu hindistonlik o'quvchi dadasining orzusi bo'yicha Malayziyaga meditsina fanlarida o'qish uchun kelgandi. Malayziyalik o'quvchining bu hindistonlik o'quvchini tanlashining sababi bo'lsa, u hindistonlik bilan bir yil qo'shni o'ltirish jarayonida uning na kulimsirganligini, na biror do'stini ko'rmagandi. Bu hindistonlik qo'shni birasi bilan paranglashmaydi, boshqalar ham uning bilan paranglashmaydi. U qarashqa g'amkin, qayg'uliq ko'rinadi. Shu sababdan Malayziyalik o'quvchi bu qo'shnisining xushal qilishga tegishlik odam ekanligini his qildi. Tunji sovg'at uning turalg'usining eshik tubiga qo'yilgan imzosiz oddiygina xat bo'lib, mazmuni mundaq edi. Men kichik vaqtimda sizga o'xshash doktor bo'lishni taqozolik bilan orzu qilatdim. Ammo men tabiiy fanlarda ojiz. Allah sizga insoniyatning baxt saodatiga to'piq qo'yishga sabab bo'ladigan aql idroq ato qilibdi. Әтсі Malayziyalik o'quvchi Malayziyaning an'anaviy bosh kiyimidan birini setib olib, qo'shnisining ishining keyniga bir parcha xat bilan qo'yib qo'ydi. U xatida mundaq degandi: Sizning bu bosh kiyimni qabul qilishingizni umid qilaman. Kechda Malayziyalik o'quvchi Hindistonlik qo'shnisining o'zi sovg'at qilgan bosh kiyimini kiyganligini ko'rdi. Uning chiroyida bo'lsa, u azaldan ko'rib baqmagan tabassum jilmilinib turadi. Uningdan sirt qo'shnisining Facebook hisobida o'zining uningga yozgan tunji uchirining rasmini, eshik orqasida qo'yib qo'ygan bosh kiyimining rasmini chiqarganligini ko'rdi. U ko'rgan eng go'zal narsa bo'lsa, Hindistonlik o'quvchining dadasi yozgan inkos edi. Dadasi mundaq yozgandi: Universitetdagi saboqdoshlarimni seni iqtidorli doktor deb qaraydi ekan. Ularning ishonchisini yerda qo'yma, texmi tirishqin. Malayziyalik o'quvchi kimligini oshkorlamay, har kuni qo'shnisiga oddiy sovg'atlarni berishni davomlashtiribdi. Hindistonlik o'quvchining kayfiyati kundan kunga yaxshilanayotdi. Uning Facebook va Twitter beti do'stlar va savollarga to'lg'andi. Bugun nimaga erishdingiz? Erishgan sovg'atingizni ham barlashga kechikib qolmang ha? Biz yangi sovg'atning nima ekanligini bilmoqchi. Hindistonlik o'quvchining turmushi Malayziyalik o'quvchi sababli butunlay o'zgardi. U ichmijoz, g'amkin holatdan kulimsirab turadigan, yiqishliq, kishilik munosabatga qizg'in o'quvchiga aylandi. 2 oy davomlashgan sovg'at va xatlardan keyin Hindistonlik o'quvchi universitet parangaga aylandi. Saboqdoshlari uningdan bu sovg'atlarga qarata o'zining kechirmishlarini va ta'sirotlarini ijtimoiy uchrashishda so'zlab berishni talab qilishadi.
Hindistonlik o'quvchi saboqdoshlari oldida bu sovg'atlar to'g'risida so'zlab, tomoshabinlarga o'zining topshirib olgan tunji sovg'atining uning meditsinada o'qishdan voz kechish va o'zi duch kelgan ilmiy va madaniyat jihatdagi qiyinchilik va xiristlarni yengishdan voz kechish qarorini o'zgartayotganligini aytdi. Malayziyalik o'quvchi Muhammad Sharif shu oddiygina ishi sababli bu o'quvchining hayotida turtkilik rol o'ynagandi. Hindistonlik o'quvchi hamon bir kuni doktorga aylanib, necha 10 odamning hayotini qutqizdi. Bu şan sharaflar Allohdan qolsa, shu oddiygina ishi orqali uning meditsinada o'qishdan voz kechish qarorini o'zgartirishga sabab bo'lgan Muhammad Sharifga oiddir. Malayziyalik o'quvchi jamiyatshunoslik darsi imtihonidan o'tgan bo'lsa-mu, ammo u yanala har mavsumda bir odamning xushalliqi uchun uxlashdan burun xat yozadi yoki sovg'a tayyorlaydi. Bugunimizga nazar solsak, biz bir-birimiz uchun xushalliq manbasi bo'lishga nima degan ehtiyojliq, ha? Aktiv energiyalik, tashabbuskor va boshqalarni ilhomlantiruvchi bo'laylik. Bu haqda Payg'ambar alayhissalom undaq degan: Allohga eng suyimli kishi bo'lsa, boshqalarga manfaat yetkazadigan kishidir. Allohga eng suyimli amal bo'lsa, musulmonning qalbini shod etishdir.